Salom qizlar, bugun sizlarga mana bu Faberlic kompaniyasidagi zagarnik kremimizni effektini ko'rsatib beraman. Mana qaranglar. Oddiy bozordagi zagarnik kremlarni ishlatsam yuzimga tushmaydi. Xuddi nafas olmaydigandek bo'lib qoladi. Mana buni ishlatib ko'rdim. Zo'r ekan. Mana bu oddiy kremimiz, bozordagi kremlardan SPF 50. Mana qaranglar. Qaranglar. Bu Faberlic kompaniyasiniki. Mana ko'rdinglarmi? Endi bunisini. Faberlic kompaniyasini hamma mahsulotlari kislorodli, bilasizlar, havo o'tkazadi. Terimiz havo olmasa, qancha kam havo olsa, shuncha tez ajin tushadi. Faberlic kompaniyasi mahsulotlarini ishlatsanglar, ajin tushmaydi. Mana qaranglar, qancha ish qilsak ham bu yopishib turaveradi, teriga singmaydi, havo o'tkazmaydi. Ko'rdinglarmi? Buni ko'rdinglarmi? Buni mana qaranglar. Shuncha ish qilsak ham bo'lmayapti mana. Mana effekt. Buni ko'rdinglarmi? Yaltirab quyoshdan himoya qiladi.